Birinchi o'rinda bizdagi Chanel bazamizdan kelgan. Bu bazani men aytmasam ham doimiy ishlatuvchi klientkalarimiz bilishadi. Eng zo'r idealniy baza ekanligini. Baza nima qilib beradi? Tonalkanglar umuman yuzingizdagi ustiradigan har bitta mahsulotingiz silliq, tiniq, yaxshi yotishi va kun davomida yaxshi turib berishi, yig'ilmasligi, oqmasligi, yaltiramasligini va yuzga hech qanaqa nojo'ya ta'sirlar ko'rsatmasligini oldini olib, yuzinglarni yaxshi himoya qilib beradigan asosiy mahsulotlardan biri hisoblanadi. Bundan ham mana ko'rishingiz mumkin, juda ham ko'p kelgan. И также keyingi navbatda pussy fiksatorlarimizdan kelgan, qoshlarimizni akkuratni qilib, bir tekislikda tiniq qilib tarab beradi va kun davomida juda ham yaxshi turib beradi. Bo'ysunmaydigan qoshlar ham bor, agar bilsanglar. Imminni shunaqa qoshlarga ham idealniy turib beradigan mahsulotni bemalol ayta olaman. Ikkinchi navbatda juda ham ko'p Charlotte'ni tonalkasini so'ragan klientlarimiz va nihoyat keldi.